Ve Cristiano Ronaldo shu tifalda choy qaynatib ichganmi? Oyle, o'zimizda ishlab chiqarilgan Revola brendiga tegishli Namanganda ishlab chiqarilar ekan bu tifallar. Qani ketdik bo'lmasam zavodi bilan tanishib chiqamiz. Tadbirkor akalarimiz uchun ajoyib biznes ideyani men sizlarga taklif qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring, yoqqan bo'lsa like, podpiskani bosib qo'ying. Obunachilar, katta ishlab chiqarish hajmidagi zavodimizdan Revola brendiga tegishli elektro choynaklarni barcha viloyatlardan hamkorlarni dillerlikka chorlab qolamiz. Qizig'i joyi, dillerlikni sizga berganimizdan keyin aynan sizning viloyatingizda boshqa insonga berilmaydi. Joylarimiz chegaralangan, pastki nomerlarga tezroq telefon qiling. Optim narxlarda Revola tifallarimizni taklif qilamiz. Shu tifallar Namanganda ishlab chiqarishni bilarmidingiz obunachilar? Revola brendiga tegishli elektro choynaklar, ya'ni tifalimiz o'zimizning Namanganimizda ishlab chiqariladi obunachilar. Shunaqa tadbirkorlikka qiziqib yuradigan do'stingizga shu videoni yuborib qo'ying obunachilar. To'liq videosini YouTube kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasini birma-bir tushuntirib chiqamiz. Tadbirkorlikka qiziqqan akalarimiz bemalol ko'rib, shu dillerligini sotib olib bemalol foydalansa bo'ladi.